Abduraimova Shirin, 18 yoshdaman. ICFT universitetida 2-kurs talabasiman va mana shu o'qishimdan ortib, mana shu tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqdaman. Bu tikuvchilikka qiziqishim oyimdan o'tgan. Yoshligimdan beri shu tikuvchilikka qiziqaman o'zim. Oldinlari mashinamiz uncha yo'q edi ham, почти bitta bo'lardi. Keyin biz shu anaqa kredit olib, mana shu mashinalarni ko'paytirishga qaror qildik. Hozirgi kunda biz internet magazinlari bilan birgalikda hamkorlikda ishlamoqdamiz va bir oyda biz 200-300 taga yaqin mahsulot yetkazib beramiz. Bir oylik daromadim eng kami bilan 4 million, 5 milliongacha boradi va mahsulot turiga qarab daromadim asta-sekin oshib boraveradi. Hozirgi kunda qo'limda 2-3 shogirdlarim bor va kelgusida ko'paytirib o'z brendimga asos solmoqchiman.